Assalomu alaykum, Ismoil.uz kanali obunachilar, Chorvash qizlari, qo'ziqo'yish qizlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Optum qo'y markazida Anvarbek akamni qo'y fermasimiz. Akalar, anchadan beri Anvarbek qo'yxonasidan video qilmayapsan. Anvarbekda yaxshi qo'ylar kelardi, zo'r, yirik qo'ylar bo'lardi. Bir video qil degan aka-ukalarimiz uchun mana xudo xolasa spesial sizlar uchun bo'ladi. Narxlar ham o'sha har doimgidek arzon chiroyli narxda qo'yib beradilar. Xudo xolasa biz videoni boshlaymiz. Sizlar video oldidan berdan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursang bo'ldi. Akalar, bugun 20-aprel hafta kuniga yakshanba. Hammalarga dam olish kunlaring xayrli va maroqli bo'lsin deb akalar mazza qilib dam olaylik. Chiroyli qilib video obzor qilib berishdi. Boshlaymiz. Anvarbekga olmang. Charchamayapsizmi aka? Qo'chqorlarni velikalardan xudo xolasa. Zo'rlardan, xudo xolasa. Xo'p. Birinchi partiyamiz sonni nechta aka? 50 bosh. 50 bosh. 50 bosh. Bular yosh o'yligi nima deymiz aka? Yosh oyligi o'ylak qo'y atrofida, o'ylak qo'y. O'nak qo'y pilis. Oldi tish buzgani bormi? Maşallah. Hammasi qo'zi tish buzganlari yo'q, lekin akalar qo'chqorlar qarang, janovorlar. Bular qattiq yemlangan variantni olaman degan aka-ukalarga sraz tavsiya qilib ketamiz akalar. Anvarbekka bu bo'ybasini nechiga beramiz aka? Bo'ybas 80 pilisga olishaversin. 80 pilisga bemalol so'radi. Mana bu fikirlar. Aka tushib qo'yish ham. Akalar haqiqiy semiz qo'y. Men o'zim mana qo'lam aytib turadi. Ha, akalar. Go'shtlarga qolsa to'g'ri kelaveradi. Go'shtga to'g'ri kelaveradigan variant olaman degan ko'pchilarga sraz tavsiya qilamiz akalar. Holatni qaranglar. Qo'chqorlarni. Mashalloh. Akalar havas qilib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz qo'y filmasida kamida mana qo'chqorlardan 100 ta, 150 ta boqish nasib qilsa. Aka bu 50 tasini bo'ybasini nechiga beramiz? 80 pilisga olishaveradi. 80 pilisga akalar. Katta qo'y kichkina, kichkina qo'y katta ko'rinadi. Shuning uchun bo'ybasini ham so'rab qo'yilyapti. Imkoniyatlaring bo'lsa, tepasiga bemalol ko'rishingiz mumkin. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Optum qo'y markazi sizlarning lokasiya ham to'g'ri. Navigator ham messiga boshlab keladi akalar. Xudo xolasa. Gadonuslar qarang akalar. Ko'proq mushlardan degan aka-ukalar. Mana bularda akalar boqsalar xudo xolasa qurbonlikkacha tayyor bo'ladigan variantlar, xudo xolasa. O'zi hozir ham uncha misol aqiqa marosim ehsonlarga misol badani zo'r. Badani zo'r, ha? Amal hali so'yganlar ham rahmatini aytdi. Ha. Qossob akalarga ham kecha berildi, ha? Xudo xolasa akalar qossob foyda qilgandan keyin boquvchi aka-ukalarni Yubo'ya tortib misol mana shu ham misol badani yaxshilar. Ha, ariq qo'y ko'ringan akalar. Qo'chqorlar ko'ringlar. Holat Yangillab turibdi. Hali buncha jullichida emas. Jullarni olib tayyor, ha aka, yemni bosib usulinni qilib boqilaveradi akalar, bular ko'taraveradi bemalol berayotgan yemlaring doqolsa. Holatni qaranglar, ichi o'tib ketdi, bo'kib qoldi, bo'lmaydi bularga. Faqat oldiga period xudo xolasa akalar. Bu qo'zimasda. Ha, o'tgan yilgi. O'nak qo'y pilislarga qo'chqorlar. Lekin yo'g'onligi ham zo'r ekan akalar, shu tomonda. Shoxlisidan boqaman, shoxlisi deganlarga shoxlisi ham bor. Qo'ylar lekin badani semiz, katta, yirik, lekin narxi yengil bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yer Optum qo'y markazi akalar, bu Anvar akam juda yaxshi hammalarni taniysizlar. Unaqa baland narxda, qimmat narxda qo'y qo'ymaydilar. Olib keladilar, ozgina foyda qilsa bor-baraka qilib sotiladigan joyidamiz akalar. Qo'ylar soni ko'p, lekin biz bugun bir ikki partiyasini video obzor qilamiz aka. 2 ta qo'y bor. Hozir bir katta narverdagi chiqadi. 80 narvedagisini syomka qilib ko'rsatamiz akalar. Hovlisilang barra, hovlisilang assortiment katta xullas. Qo'zi desa, qo'zidan zotlardan Hammasidan bor. Telefon qilgan odamni qo'polib ketadi. Hurmatli obunachilar, videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rib turamiz. Haligi o'tgan yil barraligida desam, zot yo'nalishda boshlayotganlaringiz ham katta bo'lyaptimi aka? Ular ham bo'lyapti, voqealar. Bugun hozir xudo xolasa obunalarni istak va xohishlariga binoan bitta video qilamiz. Ko'rdorisini qilayotganimizni, yemlayotganimizni, qanaqa usulda boqilayotgan hammasini videosida ko'rib boramiz. Boqishlar ketadi. Xudo xolasa. Xo'p, Ismoil.uz kanalini
kuzatib turinglar, like bosib turinglar. Xudo xolasa bu qo'chqorlarni boqish usullari, buni qanaqa emlamalar bo'layotganlarini xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Hammasini. Jannat, mana qaranglar akalar. Endi tasavvur qiling, qo'chqorni qurbonlikkacha boqib qo'ysalar, kamida 8 millionlik qo'chqor bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Endi mana shu qo'chqorlarni xudo xolasa hop yana 1.5 oydan keyin topish qiyin-da, hammasi baribir shirvoz bo'lib o'tib ketadi. Ikkita misol haliga olib qo'yib, boqib qo'ysa, misol bittasini qurbonlikka qilganda ham bittasini men sotib bersa ham to'g'ri. ana o'luradi. Kelgan akalar qurbonlikkacha o'zlaring boqsalaring, savobi ham ulug'roq bo'ladi, xudo xolasa. Kattalardan eshitgan gapimiz endi. Bu haliga zot yo'nalishdagi emas. Hammasi go'sht yo'nalishiga tushar ekan qo'ylar. Go'shtlarni, go'shtlarni. O'sha O'takin aka, shuning uchun ilojini boricha obunachilarga narxidan eshitib oldim, qo'ylar bir qator ko'rsatib boryapman-da, 50 ta qo'y teng ko'rsatishga harakat qilyapman. Sabab ichidan bironta jumali orig'ini ko'rmadim men. Tepasida turib akalarimiz ham xudo xolasa bunga amin bo'lishayotgan bo'lsa kerak. Anvarbek aka, buni hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarga 50 tasini. Nima deymiz? 4.5 dan kam bor, 50 tasi bir joyga bo'lsa. 4.5 dan kami bor. Nega ichida tanlab olaman deysa, kelish-melishi bor. Qo'chqorlar, qo'chqorlar hozir 4.5 ga bermaydi mana. Bermaydi. Akalar, endi ma'lumotimni o'zim aytib beraman. Mana shunaqa qo'chqorni dehqon akamiz qo'lida tursa, mana shunaqa qo'chqor ikkita baylab tursa, bozorda ham kamida 5.5 million narx aytadi akalar u qo'yga. 5.5 million. 5.5 million narx aytilgandan keyin hech bo'lmasa 4.5 narx so'rashlar sirasi. Lekin bu yerda aytilyapti 4.5 million so'mdan kami ham bor. O'tib ham beramiz degan gap bilan chiqilyapti akalar. Endi bunday narsada biz olib kelganmiz. O yerda ishni haligi degan bir so'rni o'tkazdik. Biz ham foyda qilsa sotamiz. Buni shu olib turib yoqib olib yotmaymiz. To'g'ri. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Ozgina foyda qilsa sotilaveradi xolos akalar. Mana bir tog'ora yog'i. Bir tog'ora. Holati ham ideal ekan akalar. Sifati ham zo'rdan olaman degan kularga sirraz tavsiya qilib ketaveramiz. Yeb ichishga tayyor, haligisi yo'q, xudo xolasa. Kasal yo'q. Bu kasal bo'lganda akalar badani bunaqa semiz bo'lmasdi. Yemasa, ichmasa bunaqa bo'lmaydi. Keyin bu qo'ylarning chehralarini ham qaranglar-da, kallalariga ham bir qator qaranglar. Bironta bir hali burni oqqani, bir boshqasi yo'q. Hammasi zo'r holati, ideal narsalar, xudo xolasa. Qolgan odam bir so'z bilan aytganda, sirraz foydaga kiradi ekan. Inshaalloh shu birtada foydaga olib kiradigan variantdan akalar. Chiroyli mana shu qanday boqilayotgan bo'lsa, ash ustida boqib tursangiz bo'ladi. Bunday tortganda hammasi ham o'sha yoqqa turib kelaveradi. Shunday. Aka, birinchi tajribada boqayotgan aka-ukalar ham badanni mashq holatda ushlab tursalaring ham shu qurbonlikkacha yaxshi daromadga olib keladi. Mashq holatda ushlab berib tursalaring. Nu, 2 oy vaqt bor, 2 oyda anchagina o'zgaradi lekin. Hech qolmadi. Misol o'sha holatga ham o'zgaradi. To'g'ri, akalar. Hammasini. Anvarbek aka, o'tadigan joyi. O'tadigan joyi o'zi zo'r narx aytdim, 4.5 million so'mdan. Narx udor. Sizda baribir aytilgani bo'lmaydi. Endi o'shani hisobini olib turib 4.5 million, hali 46 kam bor. Qalancha o'tib beraman, qancha o'tib beraman demadim. 4.5 million. Aka, bo'lmasa bunday qilaylik aka. Qo'ylar narxiga arziydigan yaxshi narsalar, hurmatli obunachilar, o'zim ham tavsiya qilaman sirazi. Aka, buni 4.5 milliondan tanlab olishsin. Aka, 5 ta 10 ta olaman degan aka-ukalar-da, hurmatli obunachilar. Optim hammasiga jovligiga xaridor chiqadigan bo'lsa, normalni qilib xayrga emas, chunki soni katta bu yerda 50 ta. Donasidan bir chiroyli qilib narx o'tib berasiz. Bo'laveradimi? 4.5 milliondan tanlab olsa xursand bo'laverasizmi? Yo'q, 4.5 milliondan tanlab oladigan bo'lsa, endi mana qo'ylar 4.5 milliondan deymaydi bunaqa qo'ylar. Ichida hozir 50 ta bo'ladigan bo'lsa, ichida bir 10 ta 15 tasi 4.5 milliondan men o'zim ham ololmayman. Holatni qaranglar. Anvar aka, endi dunyo farqi emas bir-biridan-da. Yo'q, dunyo farqi emas. Endi 50 ta narsa, bunday qarang. Qara qo'lga qarang. 5 qo'l baravar emas-da. Mana 50 ta qo'y ham baravar emas. Mana qo'yni bermaydi 4.5 millionga. Monosini bermaydi. Haqiqatan bermaydi. 4.5 million bermaydi. Hozir bu gapda hozirsak bitta 4.5 million. Yo'q, men bitta demadim, Anvar aka. 5 tadan yuqori 10 tagacha deyapman. Men bitta demadim. Bittalar olsa kelishamiz. Bitta demadim aka. Ish ham ko'p ham kuymaydigan gapiryapman-da. Yo'q, 10 ta ham endi. 10 ta tanlab olsan aka 4.5 dan.
5 ta emas, mayli 10 tasini oladigan odamga. Buni bunday narsa Hı. 4,5dan mayli o'tib beraman Optumga. Optumga, Bunday hop. Qo'lda ushab hali qilsa o'tib beraman. O'rtasidan shunday haydab olsa ham 4,5dan o'sha gap Optum narxida ketadi. Lekin unaqa 10 ta 5 ta tanlab oladigan bo'lsa 4,5dan men o'zimga ham hali qilmay qoladi. Keyin oxiri etogasi bu qo'yladi. Ukalari ham so'kar aka. Sen bo'lmading. Orzu etib qo'ydimmi? Yo, Anvar aka bir hisob kitobni qilib ko'ring aka. Arzon bo'lsin. Bizga chiqqan hisob kitobi. Haqiqatan ham bermaydi. Endi hozir 50 ta qo'ydi ichida misol hali dona qilib bir 10 tasini ajratib qo'yib buni xonasi 4 million 600 dan manasi bunchadan hali ajratib hali qilganmiz. Hali 50 tani misol 20 ta zo'rini ajratib qo'yganmiz. Bu boshqacha edi-da. 4,5 million so'mdan Optumga. Samarqand 4,5 milliondan Optumga o'tib berasiz. O'tib beradi. Normal o'tib beradi. Normal o'tib beradi. Tanlab olishga aka, tanlab olishga. Pilis minisi bor. Ya, Minisi ham bor, pilisi ham bor. Qancha pilis qilamiz bo'pti aka? 100 ming, 150 ming pilis, 100 ming, 200 ming minus. Aka bunday qilamiz aka, bo'pti, men ham qiynamay. 4 million 600 ming so'm, 150 ming, 200 ming emas. 4 million 600 ming so'mdan ko'ngli yoqqan qo'yini 5 tagacha tanlab olsin. Bo'laverdimi? 5 tagacha emas, 10 tagacha tanlab olsa, 5 tagacha. 10 taga pul yo'qlar bor-da aka, bularni ham o'ylash kerak, obunachilar ham. 5 taga pul yiqqanlar bor, jon aka. Bor aka. Hurmatli obunachilar, chin yurakdan tavsiya qilaman ana shu pullarni. 4 million 600 ming so'mdan beyda liboy bozorga tortib mikinchikini yo'q. Holat ideal mana bunaqa zo'rlanishdan tanlab olgan. 5 taga pulingiz bormi? 5 tasini tanlab oling. bittaga puli bor odamlar pul bo'lsa xotirjam. Bir dona olaman degan aka-ukalar ham bemalol qo'ysa, men tillovsizlarga tillovlarni xohlasan. Holat zo'r bo'ldi akalar. Yangi tavsiya qilaman, imkoniyatlaring bo'lsa, tepasiga kelib bemalol ko'rib olinglar. Bemalol tepasiga kelib ko'rib olinglar. Agar Optumga olishga imkoniyatlaring bo'lsa, Optum. Imkoniyat bo'lsa akalar o'rtasidan haydab oling. 10 ta oladigan bo'lsa, Anvar aka, 10 ta olishadigan bo'lsa, shunday haydab olsa Optumga ketaveradi aka. Mana shunday misol mana shaydan deb bo'lamiz. Aha. Endi sanaymiz. Nechta bo'ldi? Xo'p, 3, 6, 9 ta bo'ldi. Bitta o'tdi deymiz, misol. Bitta o'tdi deymiz, Optumdan. 10 ta Optumlarda ketaveradi aka. Lekin mana qo'chqonlarni 5 tirasiga qiyin bozorlarda akalar mana. Qashna qo'chqonlar. Xotirjam bo'linglar. Narxlar yaxshi, qulay narxda chiroyli. Mikinchikini yo'q. Maqsad sotish, tars, ozgina yumolasa barakasi bo'ladi. Akalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turamiz. Bu birinchi partiyamiz bo'ldi. Qo'ldan kelgancha chiroyli savdosini qilishga harakat qildik. Narxlar qulay, xudo xolsa kelinglar, olinglar. Tavsiya qilaman akalar, bu birinchi partiya bo'ldi. Like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. 20 mingga bosib qolyapsiz akalar. Hurmatli obunachilar, endingizga mana yunglisizdan deganlarga yunglisizdan akalar. Bularda ham holati ideal o'ta semiz narsalar ekan, baquvvat narsalar akalar, xudo xolasa. Sifatlariga ham bir ahamiyat beringlar, o'zlariga ham badallariga, xudo xolsa o'zi ekranda ham ko'rinib turadi, semiz qo'ylar, xudo xolasa. Anvar aka, sog'ni nechta buni aka? Sog'ni 30 tani, 40 tani, keyin sog'ni. Sog'ni 30 boshga o'xshayapti. Sana beraylikchi? Endi sana 4 tasi. Haydanglar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 deylik. 34 ta akalar mana. 34 bosh. Bari qo'chqor aka, pichma ahtasi yo'q ichida. Yo'q. Akalar bari siz qo'chqor ichida pichmalari. Yeb turgan. Oyoqlarni hamda e'tiborli shatirdi. Yeb. Jonivorlar. Lekin haqiqatan semiz ekan akalar. Ikigin holati ham ideal. Hammasi o'ynoladi. Sog'lom, tikillab turganini olaman degan aka-ukalarga sraz tavsiya qilib oq bosham zo'r ekan. Sifatli. Bular yoshlarga nechalikka beramiz Anvar aka? Demak, o'ynar. Bular ham tish buzishga kelib qolgan variantdan, aka? Bir yarim oyda xudo xolasa tish buzadi. Qulonlikka tish buzadigan variantdan akalar. Holatni qaranglar. Bir qator ko'ring. Bunaqa 7 oy, 6 oylik qo'zmasda. Ha, o'z Kallasi ham turadi. Kallasi ham turibdi, ko'rinib turibdi akalar. Lekin bor, bular ham akalar. Simjimi, tushlaridan tulagan, dumlaridan tulagan o'zi. Nega ana xizmat qiladi? Ana. Gap yo'q. Bular bo'ybasi nechiga berasiz Anvar aka? 80 kiloga olishaversa bunda ham. 85
Plus minusga 85 plus minusga olib. 85 plus minusga olaverasizlar bemalol akalar. Bajani hammasini qisaymiz. Hammasi. Deb bo'yi. Akalar go'shog'iga ham to'g'ri kelaveradi. Hozir bitta marosimni bemalol o'tkazadigan variant bilan. Janovar. Anchagina semiz qo'ylar, xudo xolasa. Qo'ylarcha semiz akalar. Qo'ylar badani semiz yaxshi narsa bergan. Akalar mana shunaqa narsalarni biroy qurolgacha boshlangan mashinasida bemalol yetiladi akalar, xudo xolasa. Pulni tez aylantiraman, tez оборот qilaman degan aka-ukalarga sraz tavsiya qilib ketamiz. Qaytib, nari berib bo'lmaydi-da, ana hozirga o'xshab. Bergan minusga yuradi. Bergani plyusga, minusga yurmaydi akalar. Ana shu nima tartibda boqilayotgan, shu tartibda boqib, yana semirtib dalcha oxirigacha olib borsalaring bo'laveradigan variantlar akalar mana. Haligi Farg'onalik Zohid akamizni bitta gaplari bor. Ichidan semirgan qo'y tez daromadga olib keladi deydi akalar. Haqiqatdan shu Zohid akamiz, seleksioner akamiz borlar. Asha akamiz to'g'ri aytadi. Haqiqatdan biz ham ustoz deb bilamiz. Hali o'zlarini yo'llaridan borib so'rashmaganmiz lekin ko'p haligi maslahatlarni chiqarayotgan videolarni ko'rib boraman akalar. Siz mana shunaqa cho'zoqlarga ko'p e'tibor beringlar deydilar. Keyin mana bunaqa yo'g'onligiga ko'p e'tibor bering. Mutaxassis gapida akalar, to'g'ri-da. Mutaxassis bilganini va qilgan yaxshi akalar. Mana bunaqa zo'rdan olinglar. Tez daromadga kirasizlar, xudo xolasa. Hop. Anvar aka buni hammasini bu joyga o'yinga 34 tasini. 4,5 dan o'tib beraman mana. Ya, uni 4,5 ga tushirib qo'ydik endi, bilmayapsizmi? Bu ham 4,5 dan. Yo'q, aka. Bunaqa demang aka, o'ting. Bo'ldi. 4,4 million so'mdan 34 tasini bir joyga oldim deganga. Bu katta qo'chqar dangal o'ting. Qaysi katta qo'chqar? Dangal qo'zi bo'lsa 100 mingdan o'tib bersangiz erishardi aka. Iya, bu o'shalardan kelasi ham hamma yog'i to'g'ri kelaveradi, unaqaligi bas. Obdang. Mayda emas. Bitta dadil o'ting aka. Ana 150 ming, 50 ming qilmadim. 4 million 400 ming so'mdan 34 tasi. Aka 4,5 milliondan tallab olsa ichidan yoqqanini. Ana gap. Bizmi bitta gap. Biz insofdan chiqib ketadigan bo'la emasmiz. Qo'lni bering. Bosh qildilar. Mana 4 million 300 ming so'mdan qo'yaylik, narxi yengil bo'lsin. Ozgina biz ham foyda qilaylik. Maqsad o'sha ozgina foyda qilingda, ozda baraka. 4 million 300 ming emas, 4 million 400 ming emas. O'rtasini oldik mana obunachilar. Yo'q, o'zingizni bitta gapingiz bor. Mayda juda qilib o'tmaysiz. Butun sizni baraka. Hurmatli onalar, 34 tasini olgan odamga. 34 tasini bir joyga olganga 4 million 300 ming so'mdan akalar, mana hisobini o'g'illarsa. Akalar bemalol go'sha olgan to'g'ri keladi. Xo'p, Anvar aka, tanlab olishga nima deymiz aka? 4,5 milliondan tanlab olsangiz. 4,5 milliondan tanlab olish bo'lsin. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham, hammasini olsa ham kelishaveramiz. Yaxshi. O'rtasidan shunday haydab olsa, 10 ta 5 ta haydab olsa, optimalga ketaveradimi? Optimalga ketaveradi. Optimal. Tortmasa bo'ldi. Akalar oyog'idan tortmay, shunda 5 taga pulim bor deyman mana. O'tsin mana. Mana 5 tasi. Mana 5-chi. Mana shunday o'yna mana. 4 million 300 ming so'mdan baraka olib ketaveradi. Mashq holatda olsinlar akalar. Akalar narxlar yengil bo'ldi, qulay bo'ldi. O'zlaringiz fikr mulohazalaringizni qoldirib qo'yinglar. Keyin hop, mana Xudoga shukr, Buxorogacha dastlab keladi, besplatni qilib yo'lga qo'yib olindi akalar. Kim qayerdan kuzatyapti, shuni ham kommentariyga o'zlaringiz izohlarini qoldirib ketinglar. Xudo xolasa imkoniyati boricha eng arzoni, eng qulayini chiqarib boryapmiz, xudo xolasa. Bargaligi Instagramga qo'ydim, kelasi, nech keladi? Qashqadaryolik bolaga berdik. Qashqadaryoni Nishon tumanidan ekan. Ali 1,5 million bergan bo'lgan aytyapsizmi Instagramdagini? Instagramda. Ha, Instagramda bitta tanlov qildik akalar, bitta Qashqadaryodan Nishondan ismi nima? Atxamjon degan bola yutdi akalar, 1,5 million so'm pulni o'z qo'llariga yetkazdirib berildi. Plastikka tashlab berildi. Kertasiga tashlab berildi. Kertasiga tashlab berildi. Videoda o'shalarni ham o'rniga gaplashganlarni Xudo xolasa qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalar uchun rahmat. Narxlari juda chiroyli, yaxshi bo'ldi. Sal videoni cho'zib olgan bo'lsak uzr, faqat maqsad bir narsa bo'ldi. Nimaga? Hamma qo'yni birdek qilib, ilojini boricha yaxshilab ko'rsatib berishga harakat qildim akalar. O'sha maqsadda sal videomiz ozroq cho'zilib qoldi. Shundan oxirida like bosgan odam mazza. Oxirigacha ko'rib turib, bitta like tavsiya qilib oxirigacha ko'rgan odamga mashq chiqarib tashlayapti ekan akalar. Holat zo'r olaman degan eng yaqin oshna o'yiniga jo'natib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqlar bosib turing akalar. Biz chiqarayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Hammaga rahmat, sog'lik salomatlik tilayman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar. Insondan yaxshilik qoladi akalar. Like mutlaqo tekin. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.